O'sha kattalarimiz aytayaptilar. Yosh bolalarni ham bir oy mobaynida uyda o'tirib tursa bo'lar ekan deyapti. Chunki bolalar kelib hali bu yoqqa yuguryapti, hali bu ishni qilib qo'yapti, hazil qilib qo'yapti, kulib qo'yapti. Shuning uchun yosh bolalarimizni uylarda ushlaymiz. Ey Ramazon oyi ekan, tungi klublarni yopmadi sizlarning prezidentinglar. Ey Ramazon oyi ekan, qimorxonalarni yopmadi sizlarning prezidentinglar. Sizlarning prezidentinglarga itoat qilayotgan bu pagonli mujohidinglar odamlarni tungi klubdan qaytarmayapti, tungi klubdan haydab chiqarmayapti, qimorxonalarni yopib qo'ymayapti. Lekin Alloh harom qilgan narsalarda izn bor, joizlik bor. Alloh buyurgan farz amallardan esa qaytarib qo'yadi. Va tariqun nasri darbi tilka atharu khutaya هكذا الأجيال قالت ليس للدار سوايا ليس للدار سوايا